Assalomu alaykum, biz kuzatib borayotgan podpischilar 2025-yil 24-noyabr sanasiga do'stlar Penkilaydi rozigilib olmamizni sizlarga obzor qilgandik. Hozirgi kunda ekilganiga 1 yil bo'lgan do'stlar. Penkilaydi rozigilib olmamizni ko'chatlarini hosilini ko'ringlar mana. 1 yasharda meva beradigan podpischilar mana spotdagi zati bilan mana do'stlar yopishtirib qo'ymaganmiz. Mana hozir qizarib pishib yetildi mana. Ovozini eshitinglar. Yana buni qancha turishini, sovuqlarga qancha turishini sizlarga ko'rsatib boramiz. Hozirgi kunda 4 gacha sovuqdan o'tdi do'stlar. Noyabr oyida ekilayotgan afzallik tomoni shular do'stlar. Ekasizlar 1 yilda hosil beradi. Shu minutlarga like bosinglar. Olmadan boq qilaman degan tanishlarga maksimalni jo'natib biz bobodek qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana Bashmaldag'imnikilar mana podpischilar. Bular ko'chat sotuvga chiqqan. Bizni kutishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomatlik, pastki tomonga nomer qo'yib qo'yamiz.